Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana bu masjidga borib namoz o'qish savobi juda katta-da. 27 barobar ko'p savob berilar ekan. Tasavvur qiling. Savdogarlar Xitoydan narsa olib kelib 27 barobar emas, 2 barobar ham ortiq foyda ko'ra olmaydi. Lekin o'sha foyda uchun atay o'sha yoqqa boradi, foyda bor ekan deb. Endi qo'qqisdan 27 barobar ko'p foyda qiladigan bo'lsa, o'sha savdogar hamma yerdan qanday qiyinchilik bilan yetkazib keladi-da. To'g'rimi? Hozirgi mahalda mana o'zingizlar o'ylab ko'ring, masjidlar faqat juma kuni to'ladi, hayitda to'ladi. Qolgan mahalda deyarli bo'sh turadi. Shuni o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Masjidga borib o'qigan namoz bilan uyda o'qigan namozni savobi 27 barobar ortiqcha bo'lyapti. Nimaga unga bormaymiz? Shuni odamlar va bunday bir yaxshi tushuntiradigan imomlar yo'qda. Keyin mana xona salat degan gap bor. Bu gappas u haqorat. Birovni xona salat deb so'ysa, u xafa bo'lib ketadi. Bu nima degan ekan desa, uyda namoz o'qigan odam derkan. Uyda namoz o'qish shunchalik ilgari mahalda shu ayb ish bo'lgan ekan. Lekin hozir esa ayb emas. Endi nima uyda o'qib qolsa ham bo'ladi, albatta iloji bo'lmasa. Iloji bo'lib turib, agar masjidga bormay o'qigan bo'lsa, u juda hattoki qabul bo'ladimi yo'qmi bu ham aniq emas deyilgan. Shuning uchun sahobalar hammasi masjidga kelib o'qiydigan bo'lishgan. Keyin yana bu rivoyat endi aniq ayta olmaymiz. Bir Yahudi so'rab qopti musulmon odamdan. Bomdodga odam qancha chiqyapti? Masjidlarga qanday odamlar qancha chiqyapti desa, shu juma hayit to'ladi. Mana bu nimaga xufton bilan shomdan xufton bilan bomdoddan ko'ra boshqa vaqtlarda ko'proq chiqadi. Shu bomdod bilan xuftonga kamroq chiqadi desa, "Voy, yaxshi bo'pti" debdi. Nimaga unday yaxshi? Musulmonlar hammasi nimaga masjidga chiqadigan bo'lsa, ya'ni jumaga musulmonlar qanday to'lib masjidni to'lg'azsa bomdodda o'sha kuni biz yo'q bo'lib ketamiz debdi. Shuning uchun shu masjidga chiqib o'qishimiz ham savob, ham yaxshiliklar yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.